Sharq Turkistonda elib berilayotgan siyosat sababli tanqidga uchrayotgan Xitoy hukumatı tarafidan 2017-yil tutqun qilinib lagerga qamalgan G'ulji shahri Qoradong mahallasida o'ltirishliq 72 yoshli Shamishqamar Abdulaziz izdereksiz g'oyib bo'lgan. Norvegiyada turayotgan Uyg'urlarning guvohligi arxiviga asoslanganda Shamishqamar Abdulazizning Germaniyada yashaydigan nevarasi Odila G'ini ikki singlisi bilan birlikda Shamishqamar Abdulaziz haqida guvohlik berib, mo'misining tikimchilik qilib tirikchilik qilishdan boshqa hech qanday ishga aralashmaganligi va uning tutqun qilinishining asosiy sababining chet elda yashayotgan tuqqanlar bilan ko'rishganligini aytgan. Hong Kongdagi namoyish jinoyatchilarning Xitoyga qaytarilishi qonun loyihasining amaldan qoldirilishiga qaramay davom qilmoqda. Xitoyning alayda ma'mur rayoni bo'lgan Hong Kongning hukumat boshlig'i Carrie Lamning qonun loyihasini amaldan qoldirishni yetarsiz deb qarayotgan namoyishchilar hamma takliflarining o'rinlashini talab qilmoqda. Hong Kong hukumati aerodromga aparadigan yo'llardagi tadbir choralarini kuchaytirish orqali namoyishchilarni to'sib olgan. Saqchilar aerodrom tarafga qarab mangan avtobuslardagi yo'lovchilarni tekshirib, yenidan maska tepilgan kishilarni nazarband qilgan. Aerodromga mangdigan yuqori sur'atli poyezd qatnashi azaytilib, faqat bir stansiyadan yo'lovchi elishga ruxsat qilingan. Pakistan Tashqi ishlar ministri Shah Mahmud Qurayshi o'tgan oyda Kashmirning alayda rayon imtiyozini amaldan qoldirgan Hindiston uchun Pakistan havo chegarasini taqash orqali bir qancha tadbir qo'llanishni o'ylashayotganligini aytdi. Axborot vositalarining ziyoratini qabul qilgan Qurayshi, Pakistan prezidenti Imron Xonning qaroriga binoan Islandiyaga qarab yo'lga chiqqan Hindiston prezidentining Pakistan havo chegarasidan uchib o'tish talabining rad qilinganligi bildirildi. Rossiya bilan Ukraina orasida yuz bergan siyosiy va askariy to'qinishlardan keyin ikki davlat muhim bir qarorga imzo qo'ydi. Tutqunlarni almashtirish uchun Moskva va Kiyevdan aeroplanlar yo'lga chiqdi. Kirish to'qinishi natijasida qo'lga tushgan 24 nafar ukrainalik dengizchi 11 asir Ukrainaga topshirildi. Ayni vaqtda Kiyevdan 35 nafar rus tutqun Rossiya aeroplani bilan Moskvaga avatilgan edi. İran bexatarlik kuchlari Hormuz bo'g'izida 284 ming litr qochoq neft to'shigan bir kemani nazarband qilib, kemadagi 12 nafar kishini tutqun qildi. İran davlatlik televiziyasining xabar qilishicha, Hormuzga viloyatining atrofida bayqalgan kemani tutish uchun alayda tadbir qo'llanilgan. Kemada tutilgan 12 kishining Filippin fuqarolari ekanligi ma'lum bo'lgan.